ikki xonali domenlarni srochno sotib yuboradigan joy. Ulgurib qolinglar. Umumiy yer maydoni 1-2 soting tashkil qilayotgan ushbu ko'rsatib o'tadigan xonadonim narxini oldindan aytib o'tdim. $64,000 deyaptilar. Ozgina talashadigan joylar bor. Lokatsiyaga keladigan bo'lsak, Toshkent shahar, Sergeli tumani, Xonobod mahallasida joylashgan. Mahallaning ismi Nurafshon mahallasi. Ittifoq jome masjidiga 200 metr radiusda joylashgan. Metro, nima kardinka, maktab, bog'cha hamma narsa eng qulay joyda joylashgan. Asosiy xonadonimizga kiramiz, ko'rib turibsizlar, xuddi shunaqa kichkina tupik ko'cha qilingan. Bu xonadonlarimizda o'zi ko'rib turibsizlar, 4 ta xonadon qurilgan. Shundan bitta dona qoldi. Uspetib qolsanglar bo'ldi. Menga telefon qilasizlar-ku, arzonga uchastkalar yo'qmi, arzonga uchastkalar yo'qmi? Mana ulgurib qolinglar hozir. Srochni bosib yuboradigan joyi. O'ng qo'limizda joylashgan ko'rib turibsizlar, mana shu uchastkamiz srochni sotilyapti. Bu yonidagilari уже sotilib ketib bo'ldi. Ulgurib qolsanglar bo'ldi. Asosiy eshigimizdan shu eshik orqali kiramiz, qaranglar, bitta mashina qo'yishga katta joylari bor. Mana bu joyimizga agar o'zingizlarga tabiiylarga moslab bitta letniy oshxona qilib qo'ysanglar ham bo'ladi. Bitta karavot qo'yishga alohida joy bor. Agar mashinani tashqari qo'yaman desanglar, bemalol qaranglar. Endi mashinalarni qo'yib qo'ysanglar ham bu yerda sig'ib ketadigan joy. Chap qo'lda asosiy eshigimizdan kiramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Asosiy eshigimizda shunday kirishimiz bilan uzun sizlarni koridor kutib oladi. Chap qo'limizda общий saunzelimiz, bitta ko'ringlar. Kaflarni chiroyli qilib, oppoqqina qalbinglarning rangidan remont qilib qo'ygan ekanlar. To'g'rida ota-onalarimiz uchun mo'ljallangan spalniyamiz bo'lyapti. Qaranglar, chiroyli qilib qo'yishgan. Aytasizlar-ku, tashqari qaragan oynasi yo'qmi, havolanadimi, yo'qmi deysizlar. Mana tashqari qaragan oynalarni ham cho'tki qilib qo'yib ketishgan ekan. Keyingi xonamiz mehmonlar bo'lsa, mehmonlar kutadigan zalimiz bo'lyapti. Buni ham qaranglar, ko'zga yoqadigan yorqin ranglardan foydalanishgan. Oynalarimiz bor, tashqari qaragan. Oxirgi xonamiz bo'lyapti, detskiy xonamiz. Bu detskiy xonamizni ham qaranglar, mana televizor, Wi-Fi kabel qo'yishga joylar ham qo'yib ketishgan. Buni ham xuddi shunaqa tashqari qaragan, havo aylantiruvchi oynalar ham qo'yib ketishgan. Nimaga xonalari kam deysizlar? Hozir yerto'lamizga tushamiz. Eslatib o'taman, xonadonimiz umumiy to'plipor orqali serkan. Yerto'la qismimizga tushyapmiz. Qaranglar, kafillar qilib, cho'tki qilib qo'yganlar. Yerto'lamiz shuni tushaverishimiz ham. Shunda kirishimiz bilan qaranglar, devorlarni cho'tki qilib qo'ygan ekanlar. Chap qo'lda oshxonamiz yerto'laga joylashtirilgan. Kafillar qilib qo'yganlar, bemalol dimoxod bor. Tashqari qaragan mana vitishkalar, mana fortishkalar ham qo'yib ketganlar. Bu pastda to'plipor orqali siydi, qo'yib ketganlar. Bemalol ko'rsanglar bo'ladi. Botimiz mana kafil qilingan. Bu joyimizdan chiqasizlar, mametimizni ham bemalol xolisanglar, tabiiyligiga moslashtirib, ikkita xona qilsanglar ham bo'ladi. Xolisanglar bitta xona qilib qo'ysanglar ham bo'ladi. Fortishkalar bor, bemalol havo aylanib turadi. Bemalol mana shu yerda ovqatlanib o'tirsanglar ham bo'ladi. Bizning mehnatimizga yarasha bitta like bosib, qo'llab-quvvatlab tursanglar, sizlarga shunaqa arzon uylarni ko'rsatishda davom etaveramiz. Sizga aka, opa, qaysi lokatsiyadan uy kerak, keyin qancha, necha pul bo'lsa narxi kommentariyada o'zingizlar yozib ketinglar. Past nomerni yozib qo'yamiz, aloqaga chiqib bu xonadonimizni o'zingizlar chiroyli baraka qilinglar. O'zingizlar ehtiyot qilinglar.